motivatsiya yetishmayapti deb aytadigan yigitlar. Mana menda sizga motivatsiya beradi. Xolodilnikni oching. Hech narsa yo'qligi motivatsiya. Elektr va gaz hisoblagichiga qarang. Tobora puli kamayib borishi sizga motivatsiya. Sizni hech narsaga xohishingiz yo'qligini bir tiyinga olmaydigan ob-havoga qarang. Ertaga qish, oilangizni issiq kiyimi yo'q. Bu ham motivatsiya. Ota-onangiz umrida sanatoriyaga yoki chet elga chiqmagani motivatsiya. Sizni cho'ntagingizda bugunga yetadigan pulingiz yo'qligi motivatsiya. Agarda mana shu oddiy va achchiq haqiqatlardan motivatsiya topa olmasangiz, sizga Amerikadagi Warren Buffett ham motivatsiya bera olmaydi. To'g'risi shu, bo'shashib qolgan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying.